Ey erkin dünyadaki gap kılalaydıgan qerindişim, men üçün sözle. Erkin dünyanın yollarına ak, namayışlarda men üçün toğla. Sen menin birden bir ümidimsen. Ey balam, bugündün başlap sen menin balam emas, milletning balası. Bizni oylamay milletini oyla. Man, namayışqa çık, sepning oldi da ilgirle. Xorlangan milleting üçün toğla. Sen milletning ümidisan. Assalomu alaykum, dunyoning har qaysi joylaridagi Sharq Turkistonlik vatandoshlar. Yuqorida sizlar anglagan bu ovoz, garchi mening ovozim bo'lsa-mu, ammo ishonimizki, bu vatandagilarning bizdan kutayotgan umidi va bizga qilgan nidosi. Ular bizdan shunchalik umid kutadiki, kunlarning birida muhojiratdagi qarindoshlarimiz butun dunyoga vatanimiz Sharq Turkistonda bo'layotgan bu zulmlarni anglatadi va bizni qutqizdi deb ishinyotidi. Nemish bunday ishindi demsiz? Chunki ularning bizdan boshqa hech nimasi yo'q. Chunki ularning umid kutgidek muhojiratdagi qarindoshlardan boshqa hech nimasi yo'q. Ularni qo'g'daydigan askari yo'q. Ularni aqlaydigan advokat, sotchilari yo'q. Ular yo'qolyotidi. Bizning qo'limizdan ularni qutqizish kelmadi. Bu hammamizga ma'lum, biz hech nima qila olmadik. Ammo biz mang'alaymiz, gap qila olamiz, voqira olamiz. Ko'chalarga turkumlab, minglab, o'n minglab to'kila olamiz. Bugun biz qanday bir kunda yashayotimiz xabaringlarda bormi? Biz yo'qolib ketish oldida turyapmiz. Yo'qolib ketadigan siz, men emas, vatandagi qarindoshlarimiz. Vatandaşlarımız, urug' tuqqanlarimiz. Siz bilan biz ularning la'natiga qilib asta-asta yo'qolamiz. Qo'limizdan boshqa ish kelmadi, bu bizga ma'lum. Qo'limizdan vatandagi qarindoshlarimizni, urug' tuqqanlarimizni qutuldirish kelmadi. Ammo buning bilan to'xtab qolmaymiz. 1-oktyabr Belgiyaning Brussel shahrida Yevropa parlamenti oldida o'tkazilgan birlashma namoyishga hammamiz berishimiz kerak. Bo'libmi Yevropadagi barliq Uyg'ur qarindoshlar hammamiz berishimiz kerak. Brusselda 5000 kishilik namoyish qildi. Odamlar nihoyat jiq keldi. Namoyish nihoyat hayvatli va hayajon ilkida bo'ldi. Namoyish tugadi, hammamiz qaytdik. Yevropa parlamentidan bir narsa kutdik. Bir javob kutdik. U javob hozirgacha kelmadi. Ammo namoyishni to'xtatmaymiz qarindoshlar. Qilgan har bir ishimizning cho'qim unumi bo'lishi kerak. Tövanda men 10-oyning 1-kunidagi namoyishga qatnashadigan barliq qarindoshlarimizga kichikina bir tavsiya sunaman. Biz bir ishni qilgankanmiz, uning natijasi qanday bo'ldi? Biz qanday qilgan chaqda xalqning diqqatini torta olamiz? Qanday qilgan chaqda qilgan ishlarimiz natijalik bo'ladi? Buni o'ylashimiz kerak. Ishonamanki, bu namoyishga bormoqchi bo'lgan barliq qarindoshlar bu haqda o'ylashdi. Men o'zimning fikrimni ko'pchilikka sunmoqchi. Bu qatimliq namoyish 10-oyning 1-kuni, ya'ni keyingi haftaning seshanba kuni Brussel shahrida elib berildi. Keyingi bir haftalik havo raydan ma'lumotlarga qaraganda, Brusselda keyingi haftaning seshanba kunisi yomg'ir yog'ish ehtimolligi yuqori. Albatta, yelg'u yomg'ir ekan, osmondan pichoq yog'simi, biz bu namoyishga kelamiz. Namoyishga kelamiz, ammo yomg'ir yog'sa, hammamiz qo'limizda bir kunlik kelib olamiz. Shunga men deyman, ko'pchilik hammamiz qo'limizga olgan kunligimizni alayda mush namoyish uchun tayyorlasak. Ya'ni kunligimiz bayrog'imizning rangida, ya'ni ko'k rangli kunliklarni tayyorlab bu namoyishga kelsak, mayli 2000, 3000 yoki 5000, 10000 odam bu qatimliq namoyishga kelayli, hammamiz qo'limizda birdan ko'k rangli kunlik ko'tarib olayli. Bu ko'k rangli kunlik Brusselda cho'qim medialarning, parlament a'zolarining va shundaqla Brussel xalqining diqqatini tortadi. Men o'zimcha bu namoyishga ko'k rangli kunlik harakati degan ismni qo'ydim. Albatta biz bu ismni cho'qim qo'yishimiz kerak deb majburlamayman. Ammo bu mening kallamga kelgan fikrim. Sizning kallangizga fikr kelgan bo'lsa, darhol o'tirib qo'ying, biz eng yaxshisini qilaylik.